1100 talik sukhoy varianti. Narxi 1.900.000 so'm. Akalar, mana Rashetiniy bak qiziqadigan odamlarga bo'lsa, bu qator bu haqida ma'lumot olamiz. 3 yil davomida bir narsa bo'lib qolsa, servis chiqmaysiz, shu do'konga kelasiz, bizda ayb bo'lgan bo'lsa, biz yana qaytarib olib yangisini beramiz. Mikrofonni o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'liqmi? Bizga arzonlarni tanishtirsangiz aka. Royal bor aka, Bestin bor aka. Hayra bor aka, Germas, Rossiya Termex bor aka. Termex. Mashlarmi endi? Termexlar. U qancha aka? Termeximiz 1.200.000 so'mga beryapti, 50 talik. 50 talik. Ha, 80 talik olib tugab qoldi. Ertaga xudo xohlasa keladi. O, royallarimiz qancha bo'lyapti aka? Royallarimiz 80 litrli bir qulog'imiz bor, 1.200.000 so'm bo'lyapti. 1.200.000 so'm. O'zbekiston ekan? Bular O'zbekistonga. Shivaklar ham bor ekan? Ha. Shivaklar endi o materiallar Xitoydan kelgani uchun pul chaqmoq chiqadi. Bo'laveradi. Yaxshi. Bu Tiyada 100 talik ham ekanmi? Tiyada 100 talik. Ular qancha bo'lyapti aka? Royal 1.200.000 bo'lsa, 100.000 so'm qimmat chiqadi. Ular. Sizlarda keyin dastlabki xizmati ham bor-a? Ha, bor. Arzonlar, misol uchun sizlarga qo'ng'iroq qilib qolsa, arzonroqda ham berasizlar-a? Kelishilgan holatda. Yaxshi. Bizga mana shu Bestin arzon haqida bir ma'lumot bera olasizmi? Bestin Xitoy mahsuloti aka, ya'ni keldi. Tent qozon emallangan bo'ladi, original izolyatsiyada. 134 dan tushib ketsa o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Chastotlar zo'r. Buni 3 yil o'zimiz kafolat beramiz. 3 yil davomida bir narsa bo'lib qolsa, servis chiqmaysiz, shu do'konga kelasiz, bizda ayb bo'lgan bo'lsa, biz yana qaytarib olib yangisini beramiz. Shu o'rinda misol uchun sizlarga aloqa chiqish uchun xaridorlar telefon raqamini aytib bera olasizmi? Albatta. 91lik 123 27 43. Simstillarni udorlari, zagonilari turibdi mana. Xilma-xil. Aytgan turizdagilari bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerda aka buni qaysi davlatlarga bor? Faqat O'zbekiston, Xitoy, O'zbekiston bor aka. Ko'pincha Xitoy aka, germanskiylar ham bor aka. Ular endi o'rtacha narxi bilan qimmatlari qancha bo'lyapti ular? Aka 300 mingdan 300 dollargacha. 300 dollargacha, 300 ming, 300 dollargacha. Yaxshi. Bu qator mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. Yo'qsa, akalar nomerini qoldiramiz. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. Manzilimiz Quva tumani, Marg'ilon akalar ochgan ekan bu yerda. O'zingiz oshxonangiz uchun chiroyli vitli vitchalar ham bor ekan. Mana oshxona uchun juda qulay va mebelizga ham mos keladi akalar. Uka, endi bu vitchalar qancha bo'lyapti endi? Hozirda aka bularimiz 500 ming so'mdan boshlanadi. 500 mingdan ortiq 1.300 minggacha bor. Motoriga qarab pul oshib ketaveradi. 100 motor, 120 motor, 160 motor bo'lib pul oshib ketaveradi. Tortish yaxshi lekin, ha? Yaxshi. Hammasi uchun garantiyasi bor. Sensorlari ham bor dedi. Ha, sensorlar. Sensorlar ko'ring. Ha, sensoringiz ko'raylik haqiqatda. Sensorlar. O, juda zo'r bu. Svetinlarga qara, Ha. Bularni 1 million so'm beryapmiz. Ular yaqinda keldi aka? Yaqinda keldi. Qayda endi bu yer endi? Qayerda mahsuloti? Xitoy. Xitoy. Xitoy ishlab qo'yibdi, chiroyli uchotga qilib. Akalar. Xo'p, aka, endi yangi kelganlar qaysi batda? Aka, endi bular italyanskiy, Torino. Italyanskiy, ha? Ha, bular oqlar narxi 3 million 600 ming so'm, qoralarimiz 4 million so'm. Ha, bu qoralar 4 million so'm, ha? Buni baland pastga olaverasiz. Ha. Duvolingizni nima? Orqasi duvolingizni tayyor ketaveradi. Ha, juda yaxshi bu. Endi bularchi endi bu? Bu tarafimiz 500 mingdan boshlanadi. O'zbekiston 500 mingga yaxshiroq olaman. Ko'kolarimiz bor. Ko'kolarimiz bor. Ko'kolar yaxshi. Endi quyma olaman deganlarga quymalar ham bor. Quymalar ko'rsatingchi aka? Mana. Ko'koni ikkinchi pakalinasi kelgan quymani mana. Aziz obunachilar, mana epani shunday so'zlari bor ekan. Meni hayron qoldirgani, bitta mana epani arzoni ham chiqqan ekan. Bu qanday bu? Nech pul ekan bu? 80 litrligi 1 million 430 ming so'm. 80 litrligi 50 30 bo'lib 100 ming tushib ketaveradi. Nani 100 litrli ekan qancha? Bu 1 million 550 ming. 1 million 550 ming. Qayerda mahsulot endi? Qayerda? Xitoy. Yarataverasizlar, ha? Ha. 300 servis bor bu.
Akalar yana bu qator eslatib o'tamiz. Do'konni manzilini Quva tumani Chuqurlikda joylashgan. Ma'lon akalar ochgan ekan. Telefon raqamini bu qator eslatib o'tasiz aka. 91lik 91lik 123 123 27 27 43. 27 43. Akalar bu video ostida qoldiramiz. Do'stlar maxsus so'raganlarga ham shu maxsus turli xillari bor, kattasidan tortib kichkinasigacha bor. Xo'p, bizga mana eng kattasi epa motorni nechtaligi, necha pulligini aytib bera olasizmi? Evet. 1100 talik aka. 1100 talik Chuqoy varianti. Narxi 1.900 ming so'm. 1900. Chuqoy ha bu. Suv yo'q bo'lsa, o'zimizni o'chirib qo'yadi, kuyib qolmaydi. O'sha afzallik yaxshi buni. O'shuncha pul chaqmoq chiqadi. Tushib bera olasizlar-a ularni? Kelishgan holatda. Bu kichkinalarini ham ko'raylikchi. Bu endi sel turasida отоплениеga. Buni 25 ga olsa 420 ming, 400 ming so'mga beramiz. 32 ga to'la 460 ming so'm. Keyingidan ko'raylikchi. Ajayib o Suxoy bas variantlari bor ekan oddiy. 5 paket. Ha, bu epa motor ekan, ha, Bu ham epa. Xitoy mahsuloti 550 talik. Xordorlarga mana arzonroq variantlari ham bor, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu qancha bu arzon variantlari endi? Endi Aveno 550 taliga buni 600 ming so'm beryapmiz. 600 ming so'm berasizlar. Buni 1100 taligi bor, 950 ming so'm chiqadi 1100 taligi. Mana akalar yangi firmadan kelgan, mana Shifo Xitoy mahsuloti bor ekan. Bu haqida nima deysiz hozir bu haqida? Bu endi tepadan yaxshiroq. Bu endi parayitcha kattaroq bo'ladi. Uch tomoni yaxshi. Quvvati ham undan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Bular qancha bo'lsa ham? Bularimiz 370 taligi 700 ming so'm beryapmiz. 700 ming so'm berasiz. Ko'tarilib 550 taligi bor. 950 ming beryapmiz. 750 taligi bor. 1 million so'm beryapmiz. Akalar mana Rashidinning bak qiziqadigan odamlarga bo'lsa, bu qator haqida ma'lumot olamiz. Akaxon endi bu nima maqsadda ishlatiladi ko'proq? Rashidiylar banklarimiz asosan отопление sohasiga ishlatilinadi. Keyin nasosdan keyin ham ishlatishyapti hozir. Nasosdan keyinga qo'yilsa, misol 36 litr suv bo'lsa, 36 litr suvingiz sel to'shib qolgandan keyin 36 litr suv bosim bilan suv tushaveradi. Aha. Zapaska suv ya'ni uyga. Sel to'shib qolgan taxtadan suv bosim bilan tushaveradi. O'sha ma'noda ishlasangiz ham bo'ladi, отоплениеga ishlasangiz ham bo'ladi. Asosan отоплениеga chiqargan nasos o'zi. Endi aka, u ko'proq qiziqib qoldim. Mana unga nima deysiz? Qanaqa ma'lumot berasiz? Endi bu Xitoy mahsulot vannamiz hozircha ikkita bor. Xudo xolasa mart oyiga yangi yuklarimiz Xitoydan kelyapti. O'zimiz xudo xolasa Xitoyga yo'lga qo'yganmiz. Xitoydan keladi. Massajning variantlari ham keladi. Taydan massajlar qiladi. Hozir ikki xil variantimiz qoldi. Martlarda xudo xolasa yangi yuklarimiz kelib qoladi inshaalloh. Yaqinda yana yangi stilni olib berasizlar-da endi nasib Xudo qilsa. xolasa martda keladi, xudo xolasa. Xitoyga keladi inshaalloh. Uchta kundan kelib qoladi. Ularimizni narxlari qanaqa bo'lyapti? Ular $600 beryapti. $300. Kami ham bor to'g'riga? Kelishdi beramiz, nastavkalar berib